Assalomu alaykum 21-asr yoshlari. Tasavvuringizga erik bering. Biz bugun 15-16-asrlarga qaytamiz. Men tarixchi Xondamirman. Bugun sizlar uchun tarixiy podkast tashkil qildim. Mehmonlarimiz turkiy so'zning sultoni Mir Alisher Navoiy hamda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur. Ustozlar, sizlardan keyin 500 yildan ortiq vaqt o'tdi. Ammo quvonarlisi shuki, bugun ham sizni nomingiz maktablarda, kitoblarda, avlodlaringiz qalbida yashamoqda. Kelajak dunyosi sizlar bilan faxrlanadi. Biz ham avlodlarimiz bilan faxrlanamiz. Hey bugungi yoshlar, bilingki, biz qalamni shon shuhrat uchun emas, xalqning ko'ngli uchun ishlaganmiz. Meni diqqat bilan tinglang. Ilk navbatda tilni asrang. Til millatning jonidir. Men hech qachon so'zga beparvo bo'lmadim. Siz ham so'zni qadrlang. She'r o'qiganingizda avvalo ma'no izlang. Baytlar go'zal bo'lishi mumkin, ammo ulardagi insoniylik, adolat, rahm shafqat ifodasi go'zallikdan muhimroqdir. Rahmat sizga, Hazrat Navoiy. Endi esa so'z navbati saltanat va she'riyatni teng tutgan zot Zahiriddin Muhammad Boburga. Marhamat. Aziz yoshlar, ilk navbatda yurtni seving. Men vatandan yiroqda turib, vatan qadrini anglaganman. Hayot meni ko'p sinadi. Yutqazdim, yo'qotdim, yana tiklandim. Shuni bilinglar, mag'lubiyat bu yakun emas, agar undan xulosa chiqarsangiz. Ustozlar, sizlarning merosingiz juda ulkan. Bugungi avlod uni o'rganishda qanday yo'l tutishi kerak? Mening merosimni o'rganishda 3 narsaga e'tibor bering. Birinchisi til. So'zning ildiziga yeting. Ikkinchisi davr. Asar qachon va nima uchun yozilganini biling. Uchinchisi niyat. Agar niyat pok bo'lsa, asarlarimga ruhan yaqinlashasiz. Meni yodlash shart emas, anglash muhim. Meni o'rganishda esa tarix va adabiyotni bir-biridan ajratmang. Men shoir yoki shoh bo'lish bilan birga inson edim. Xatolarimni yashirmadim. Masalan, Bobur nomi asari faqat xotiralar emas. Unda quvonch ham bor, qo'rquv ham, pushaymon ham bor. Men Makorimul axloq asarimda aytganimdek, buyuk insonni buyuk qiladigan narsa uni amalidir, nasabi emas. Bugun biz ana shunday buyuk amal egalari bilan suhbat qildik. Ishtirokingiz uchun rahmat, aziz mehmonlar. Va sizlarga ham rahmat, 21-asr yoshlari. Unutmang, tarix o'tmish emas, u siz bilan birga yashaydi.